Hurmatli azizlarim va hurmatsiz negativchiklarim. Bugungi yig'ilishimizdan maqsad Kozyo'l otamdan meros bo'lib qolgan 5 kilo qovoqlarimga strelka chizish. Video davomida esa otam nimaga Kozyo'l ekanligini gapirib o'taman. Bir negativchiklarim mazza qilsin. Birinchi ko'zlarimga obzor. Mana bunda o'qisak normalmi? Mana bunda o'qisak Mana bu pizdesni ko'ryapsizlarmi? Sizlar meni strelka bilan hech ko'rmagansizlar. Bugun nasib qilsa ko'rib qolarsizlar. Yana ham bilmadim. Qani unda boshladik. Ota-onam chaqaloqlik davrimda ajrashgan. Bilmayman, bu narsani men yengil qabul qilaman. Sababi ko'pchilik oilada otasiz o'sadi. Hattoki oilada otasi bo'la turib ham ota mehrini ko'rmay o'sganlar ham ko'p. Men hech qachon hayotimda otam yo'q deb o'ksinmaganman. Otamni Kozyo'l deyishimga sabab ulardan nafratlanishim emas, ularni inson sifatida hurmat qilmasligim. Qanday qilib o'z farzandiga aliment to'lashdan qochib yurgan odamni hurmat qilish mumkin? Bizadan keyin oila qurgan bo'lishiga qaramasdan ichib olib oyimga telefon qilib bezovta ham qilardi. Gapiraman desam gap ko'p, lekin buni ahamiyati yo'q. Hamman otasiz o'sganman, lekin bundan umuman afsuslanmayman va boshqalardan o'zimni kamman deb hisoblamayman. Baxtli bo'lishimiz bu otamiz bor yoki yo'qligiga bog'liq emas. Men jertva emas, quruvchiman. O'z hayotim va baxtim quruvchisi. Bugungi suhbatimizni mana shunday chiroyli yakun va chiroyli strelka bilan tugallab qo'yamiz.